O'zimni kelinim gemoglobini 60 ga tushib ketdi. 60 ga tushib ketdi. Shamollashlar ko'payib ketdi. O'shanga men bu nano balzamimizni Perfecta Vitalita Lux'ni o'zida shunaqa foyda ko'rdik. 2 kunning ichida umuman haligi oyoq qo'li qaqshab o'tirib qoldi, yura olmay qoldi-da xullas. O'shaning uchun shunaqa mazasi qochib anaqa bo'lib qoldi. Shu nano balzamni olib berdim men. Dedim shu ikkita anaqa Perfecta Vitalitani o'zidan gemoglobini juda yaxshi ko'tarilib, ichida уже anaqa tetilib, anaqa kuch-quvvatga kirdi-da, o'zini yaxshi his qilib, buyog'iga endi xudo xolasa davom ettiraveramiz. Chiqyapti hozir. Nimasi juda ham yaxshi, juda chaqqon bo'lib, bolalariga ham qarab, o'zini eplab qoldi-da. Nevaralarimiz ham anaqa bu gijja ham haydar ekan-ku, foyda beryapti ularga ham. Uyqulari yaxshi. Endi men o'zimni yana bitta navaramga ham berganman, sal oldinroq bundan. Unga o'sha ichidagi gijjalarini haydagan, rosa yaxshi foyda bergan. Nima deydi? Enurez deydimi? Chekka siyib qo'yardi. 5 yoshlik navaram. Siyib qo'yib, men nima qilishimni rosa doktorlarga ko'rsatganman. Har oy sayin doktorga yugurardik-da. Navaramda ham 10 kunning ichida o'sha siyish holati qolib ketdi. Mashallah. Shu nano balzamdan. Lekin men 10 kun deb o'tirmadim-da, 3 oy to'liq ichkizdim bunga. Shundan beri umuman haligi navaram kasal bo'lmaydi, shamollamaydi. Har oy sayin shamollab, tomoqlari og'rib, shunaqa bo'ladigan navaram umuman kasal bo'lmaydi. Bu immunitetni juda zo'r ko'tarib berar ekan-da. Immunitetni ko'tarilgandan keyin u bolalarga tez ta'sir qilar ekan. Kattalarga sal sekin bo'lsa ham, bolalarga tez ta'sir qilar.